Siz Elinamisiz? Men Elina. Adrian siz uchun stol buyurtirgan. Marhamat. Meni Elinadan nima kam joyim bor? Bolaligimizdan beri hamma doim uni yoqtiradi. Mehribonligi ham, yoqimtoyligi ham jonimga tegdi. Elina, kelganingdan xursandman. Zerikib qolmadinglarmi? Yo'q, rahmat. Aytgancha sizlarni tanishtiray. Adrian, tanishing. Bu mening bolalikdagi dugonam Nika. Adrian, sen juda kelishgan yigit ekansan. O'zing haqingda gapirib ber. Musiqadan boshqa nimaga qiziqasan? Kimsan o'zi? Nima desam ekan? Men oddiy yigitman. Yaqinda Londondagi universitetda o'qib keldim va ijod qilishni yaxshi ko'raman. Shu sabab bu yerda ishlayapman. Voy, buncha yaxshi Adrian. Londonda o'qiganmisan? Bu mening orzuyim edi. Elina, orzular orzuligicha qolmaydi. Hali albatta Londonda o'qiysan. Elina, yur raqsga tushamizmi? Mayli. Oddiy yigitmish. Axir Adrian boyvachcha Richard Morettining o'g'li ekan-ku. Demak, u Moretti oilasining merosxo'ri. Endi men nima qilishni bilaman.